tugagan yo'q-ku hali. Aka tezlashdilar bu. Qani sud bugun hozir sud tugagan, oxiri 24-ga qoldirildi-ku qanday? Shunday. Qanday sizda qaror bo'ladi? Aka kamerani o'chirib, aka kameraga. Qanday qaror bo'ladi? Qaror qanday bo'ladi? Sud tugagan yo'q-ku. Mana uyim bu. Mana uyim. Mashinada o'tirishibdi. Mana uyim. Qanday sizga bo'ladi bu? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Chaqiring, bo'yini chaqiring kelsa Kamera o'chirsinmi aytaman. Ya nimaga qo'rqasiz? Haqqingiz kameradan nima qo'rqasiz? Bo'ldi, savol javob qilyapti. Dokumentingizni ko'rsating. Menga nima Siz kim nimaga keldingiz? Ha, nima keldingiz? Sizga sudda aytildi-yu, soxta baxtgan o'zi. Apa amir joyida. Bo'pti, boring chaqiryapti. Chaqiring, qani mashina ishga bitta bilan qo'lini tegsa men nima qilaman? 50 yildan beri o'zlardi-yu, 50 yil mana shu yerda ko'rdim. Uy olayotgan odam so'raydi. Dedim, qo'shnilardan kim? Uyi bu nima? Bu dokument bilan qo'lida turib qanday buzasiz? Dokument qo'llarida siz qanday buzasiz birovni uyini? Siz kimsiz? Sizga uy ko'rsatadi. Ustidan ariza yozib sudga bering. Keyin bu olib borib bersin. Chaqirdik. O'sha apez ustidan sud bo'lyapti. Apez ustidan sud ketyapti. Sudda urg'olasiz bor, advokati bor. Aka menga sudda bu soxtagi aralarga ba'zi advokatingni ro'para qil. Bering advokatingiz nomerini aka. Ber. Videoga olyapti. Anaqa qilaverasiz. Firorin nomerlarni gaplashsin. O'z dokumentlarim bor deyapsiz. Qani dokumentingiz? Nimaga asoslanib birovni uyini o'z buzyapsiz? Kim bunaqa? Shuncha qo'shni, shuncha odam tasdiqlayapti. Bu uy bularnikiligini. Hozir uyda buzgan harakatda maftunani ta'sish kerak. Qo'lingizda birorta dokumentingiz bo'lmasdan buzyapsiz-da. Buncha taslim bo'lib ketdi, qo'lini ko'tarib, sud tugadi. Bularga o'ta bo'ldi-yu. O'zi uyda egasi, bu uyda o'zi haqiqiy egasi. Men mana shu 20 yildan beri yashayotgan bo'lsam, o'rtada bitta ozgina ajratib qo'yib, yashayotgan bo'lsa, 2 yilga yozdirdi. Hozirdan gap tushuntirmay qani kesib beradi. Yo, mayli. Xulosa qilamiz, to'g'ri tushuntiraman. Mana ko'rsataman. Qo'rqanim qo'rqqan qana qulash. Yo'q, men murosa qilaman. Ortiqchaliklarim ishlayapti, ya'ni o'chiring deb. Bular kamera olib qo'ydi. Buni buzgan ekan, Raskim deganlar